Market Plus sayti orqali Yandex Marketga ulanish. Bizda saytimiz orqali hozir Uzum Marketdagi sahifasidamiz. Bizga osonroq bo'lish uchun ikkalasini ham yurg'izishga dublировать knopkasini bosib, saytimizni dublировать qilib olamiz hamda bu yerdan Yandex Market knopkasini bosamiz. Yandex Market sahifasiga o'tib ketadi va bizni birinchi ishimiz Yandex Market do'konlarimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun biz API kalitlarni bunga qo'shib qo'yishimiz kerak. API kalitni Yandex Market sahifasiga o'tganimizda sotuvchi saytiga sozlamalar ichida modullar va APIlar degan bo'limga o'tamiz. Va bu bo'limga o'tganimizdan so'ng avtorizatsiya uchun tokenni yaratamiz. To'liq kirish huquqi bilan yaratish degan knopkasini bosamiz. Boshqasi to'g'ri kelmaydi. Bu knopkani bosganimizdan so'ng bizga tayyor API kalit tayyor bo'ldi. Biz buni olib kopировать qilamiz va qo'shish knopkasini bosib turib, bu yerga uni stavить qilamiz va yuborish knopkasini bosganimizda bizning do'konimiz avtomatik tarzda ulanadi. Sahifa bo'limida siz moliyaviy ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda do'konlarni tanlab va ma'lum bir sanani belgilab ham savdo hajmini bilsangiz bo'ladi. Bu yerda daromad belgilangani bu sotilgan tovarlar summasi, ya'ni savdo hajmi bo'ladi. Tushum esa Marketplace komissiyasi, logistika va boshqa to'lovlarni olib tashlagan holatdagi summa daromaddan va bu yerda Marketplace'ning o'zida ko'rish qiyin bo'lgan ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Marketplace komissiyasi, logistikasi, to'lov o'tkazmalar komissiyasi, agentlik haqqi va boshqa ma'lumotlar ham qo'shiladi yaqin orada. So'nggi buyurtmalarda bu yerda oxirgi buyurtmalar haqida ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu summasi, bu Yandex Market subsidiyasi. Holati bo'limida esa bu yerda FBSda agar savdo qiladigan bo'lsangiz, buyurtmangiz holati bo'yicha ham ma'lumotlar kelib tushadi. Keyingi bo'lim bu bildirishnomalar bo'limi. Bildirishnomalar bo'limida bu Telegram bot orqali ogohlantirishlarni siz o'chirib va yoqib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda soatli bildirishnomalar, kunlik bildirishnomalar hamda FBS buyurtmalari bo'yicha bildirishnomalar tushishi mumkin hamda bu ro'yxat ko'payishi ham mumkin, chunki biz servisga yangi funksiyalarni qo'shib borishimiz mumkin bo'ladi va shu ogohlantirishlarni siz shu bildirishnomalar bo'limi orqali o'chirib yoqishingiz mumkin bo'ladi.